bo'lgan atamalarni oson qilib, bir umr esdan chiqmaydigan qilib yodlatib qo'ymoqchiman. Oxirigacha kuzating, oxiri juda ham qiziq bo'ladi. Birinchisi, Misrda adolat xudosi mard, adolat xudosi. Oson yodlab qolish uchun mard bo'l, adolatli bo'l deb yodlab olamiz. Rimda Venera bahor xudosi, ya'ni Venera sayyorasiga bahor keldi, Venera sayyorasiga bahor keldi deb yodlab olamiz. Mesopotamiyada hosildorlik, urush, sevgi, g'alaba ilohasi bu ishtar. Nimani istaydi? Ishtarni istar deb olamiz. Hosil olishni istaydi, urushni istaydi, g'alaba qozonishni istaydi. Misrda mushuk ko'rinishdagi go'zallik xudosi Bastet. Oson yodlab qolish uchun biz bilamiz, Gargamelning mushugi Bezbetga bog'lab olamiz. Ya'ni Gargamel mushugi Bezbet, shunga bog'lab olamiz. Hindistonda momaqaldiroq xudosi Indra. Momaqaldiroq chalib, tindirmasdan yomg'ir yog'dirdi. Indra tindirmadi, Indra tindirmadi. Rimda urush xudosi Mars. Ya'ni Mars shokoladini talashib urushma, Mars shokoladini talashib urushma deb